Davlatimiz rahbarining inson qadrini ulug'lash, aholi ayniqsa yoshlar uchun munosib shart-sharoitlar yaratishga qaratilgan siyosati Samarqand shahrida amaliy ishlar bilan izchil davom etmoqda. Samarqand shahar hokimi Fazliddin Umarovning mahallalarda o'tkazayotgan o'rganishlari va aholi bilan ochiq muloqotlari davomida bildirilgan takliflar bosqichma-bosqich hayotga tatbiq etilmoqda. Xususan, shahar rahbari bir necha kun avval Go'ramir mahallasida bo'lib o'tgan uchrashuvda fuqarolar tomonidan bo'sh yer maydonida bolalar va yoshlar uchun zamonaviy futbol maydonchasi barpo etish hamda workout maydonchasini tartibga keltirish, mahalla maskani hududini obodonlashtirish taklifi ilgari surilgan edi. Shahar rahbarining tashabbusi va amaliy qo'llab-quvvatlashi bilan qisqa muddatda mazkur hududda zamonaviy futbol maydonchasi barpo etilib, mahalla yoshlari uchun foydalanishga topshirildi. Endilikda ushbu sport maydonchasi yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, ularni sog'lom turmush tarziga jalb qilish hamda sport bilan muntazam shug'ullanishi uchun yana bir muhim maskan bo'lib xizmat qiladi.